Tug'ib ko'pib, ya'ni 40chida yemsak bo'lmaydigan quvvat tomoqlarini va itish usulini olib keldim. 40chidagi birinchi bosqich balyotquni taraytish bilan birga badandagi zaharni tozalash bosqichi. Bugun yeydiganimiz bo'lsa savmiy mash uzum umichi. Oldi bilan mushxurishlarni massajtirib tayyor qilib olgandan keyin pokiz yuvib chayqab olamiz. Ondan suvga 30 minut atrofida chilab qo'yib, o'zimiz yaxshi ko'radigan yeshil sayko'ytatlarni tayyorlab olamiz. Ondan qozonga 1000 ml atrofida suvni quyib, xurishlarni silib, ondan qaynagandan keyin va o'zimiz yoqtirgan sayko'ytatlarni sevib olamiz. Ondan og'zini yepib, bo'sh o'tda 60 minutdan 90 minut atrofida qaynatib pishirib olsak bo'ldi. Endi men xurishlarni nadan tepib, qanday massaj turimiz deganda, men o'zim tayyorlam o'rab qachilangan paryanni 30 kunlik 40 tamg'inlam olgandim. Bu bir qopda atdiganlik quvvat o'michi, tushlik quvvat sho'rib xurji bo'lib, 30 kunlik tomoq chiqadigan kunligi 2 vaqtim bo'ldi ekan. Mavi quvvat o'michining xurishlari musholati bo'ldi ekan. Men esa moslashtirib tayyorlam qilalikka. Anki mavi quvvat sho'rbisining xurji musholati chiqadi ekan. Buni uyda qanday sho'rib qilsak, ustiga ham savasak bo'ldi ekan. Ayrim qaynatib isakmi bo'ldi ekan. Hatta 40 vaqtimizda ozuqlik uchun shundoq jiq pul hajab ketadiganmiz. Yo'sa taklif qilsak mo'mish 10 ming qo'ydan to'g'an bo'lmaydi ekan. Lekin maningda bir oylik kunlik 2 vaqtdan tomoq chiqadan bo'lgan keyin oz pul bilan ko'p unumga erisha oladiganmiz. Shunga o'zim yigit sizlarga tavsiya qilib qo'yay dedim. Ehtiyojinglar bo'lsa, men ayrim xat yozish orqali aloqalashsanglar, sizlarga tavsiya qilib qo'ysam bo'ldi.